AQSh poytaxti Vashingtonda futbol bo'yicha 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichiga qur'a tashlandi. O'zbekiston milliy jamoasi K guruhida Portugaliya, Kolumbiya va saralashda ishtirok etayotgan yana bir jamoa Kongo Demokratik Respublikasi, Yamayka yoki Yangi Kaledoniyaga qarshi o'ynaydi. O'zbekiston Jahon chempionatini 17-iyun kuni Kolumbiyaga qarshi o'yin bilan boshlaydi. 23-iyun kuni Portugaliyaga qarshi o'ynaydi. O'yinlarning o'tkazilish joyi bilan vaqti keyinroq e'lon qilinadi. 2026-yilgi Jahon chempionati AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida o'tkaziladi. Bu safargi turnirda ilk bor 48 ta jamoa ishtirok etadi. Guruhlardan oldingidek faqat 1 va 2 o'rin egalari emas, 3 o'rin egalari orasidan nisbatan eng yaxshi ko'rsatkichlarga ega 8 jamoa ham play-offga yo'l oladi. Play-off bosqichi oldingidek 1-8 finaldan emas, 1-16 finaldan start oladi. Butun turnir 39 kunga, ya'ni 11-iyundan 19-iyul sanasigacha cho'ziladi. Hali turnir ishtirokchilari ro'yxati to'liq shakllanmagan. Jahon chempionati 2026 yo'llanmasini faqat 42 ta jamoa hal qilgan. Yana 6 ta jamoa nomi 2026-yil mart oyidagi o'tish o'yinlari orqali ma'lum bo'ladi.